bilib meni beqib o'stirgan ona mushaqqatga bo'lib qalqon menga shodlik ata qilgan baxt tilab orzu qilgan ota Ülge bulup perişimda medet berip yanlarımda Doğru yol görsetken atam Ülge bulup perişimda medet berip yanlarımda Doğru yol görsetken atam Bana gülgen üzülmesin külüp turgan ulu çekrenden Ata kadın dökülmesin Mağay mengü senin izinden Bana gülgen üzülmesin külüp turgan ulu çekrenden Ata kadın dökülmesin Mağay izinden Ata kadın tükürmesin Bana Bu siri sizni Baxt manzili filmini ko'rishga tavsiya qiladi. Nadire? Oy, dada. Oy kızım bu keçide neymiş kıvatsız? Sizni çöçlettim dada. Yok ben sergey kuhlaydan tutsam. Oy muşkaymış tamak yemdiniz mi? Hay, yo'q yegan. Lekin shu yaqindan beri bekra qo'sqim acıdan bo'lib qoldim. Keling. Mayda o'tiring. Men sizga g'archil bir go'sht tamoq etib beray, ha qizim, ha? Rahmat dada, sizni ovar qildim. Yo'q. Ana kızım. Tamam tayyor oldu. Obdan bir yavrum ha kızım. Kızım tamamınızı yesiniz diyorum onu cevap vermedim ha. Çopça tamamınızı yana toskunuz bek içip git kızım. Oldu bulak tayman kızım. Pek o'xshaganda qiladi. Ostaraxın kızım. Gelimiz götürüp kalmışsa yine. Pek o'xshabdi. O'xshaganmiz. Obdan yana kızım ben. Oy, ostaraxın kızım, ostarax. Gelimiz götürüp kalmışsa yine. Dada. Oy. Siz aytmagan tomoq hargiz kelim turib qolmaydi. Ey kız.
Bunun ikinci kızım, tamak yiyiniz gelse, bana den ha? Qandaq vaqt desiniz, şu vaqtda etib berme. Rahmet dada. Sizce kızım, bunun ikin hergiz mi qo'sqingizni aş qo'ymang. Men bu yana bir mezgil sizga hamro bo'laman deb o'ylagandim. Bu to'yni qilish yaxshi ishmi, yomon ishmi, o'zimni toz bilamadim qizim. Canım dada. Sizni ansirtib qo'yibdi-manda. Kechiring. Kechiring degan. Hamma ish qilib kechiring demaymiz qizim. O'zimni bilmayman. O'zimni ba'zida hech ishni qilolmaydigandek, nim ishni qilsam chataq terib yuradigandak asta his qilma. Sizgu bek oq ko'ngil qizim. Oq ko'ngil bo'lgan yaxshi ish. Lekin o'zingiz bek charchab ketasiz qizim. Uqdingizmi? Yana qizim, yana. O'xshatma qizim? Yana, tazi bir yana qizim. Ha. Bu yerim kechida ishkanga uxlamay nima ish qilyapsizlar? Ammo Nadiraning qo'sig'i ichib ketdi-ku. Hey. Hamma qizlar to'y qilishdan bir hafta burun tomoq yemay o'riqlab figür saqlaymiz desa, senin kechida tomoq yeysa, bo'ldi. Bo'ldi yemamdi. Hey, bo'ldi. Bu qo'yinglar, bu qo'sig'i ichib ketibdi. Bu ozroq narsa bu. Qo'y. Hey, to'y ko'nglim qotmaydi deyman. Hech yeydi-ku bu bo'ldi qilar. Bu qo'siq oshqoz yemiz qanday bo'ldi? Bu qo'siq bo'lmaydi dema. Hey. Battır. İlanlar. Üzerinde yanım. Gitmem kızım. Oldu gitmem. Kafanızı gidin Allah ha. Nadiradan acab ansirab qoldim. To'yning tayyorlig'i bitib qoldi bo'lmasa. Nemishqiki ko'nglimning bir yerlar bir ansiz. Bak, çok o'ylab ketmanglar. Ansirang erta yaxshi bo'ladi. Dadasi, unda deganinglar bilan Nadiraning o'qish tarixi yuqori emas. Qarshi tarafning oilasimi, o'qish tariximi, xizmatimi bizdan yaxshi-ku. Hech qizimiz baxtli bo'lib ketsa bo'ladi. Nima ish qansiraydiganini ish qilib. Bo'ldi. Chiroqni o'chiringlar, uxlaydi. Vayca. Nadira? To'y qismi charchaydi ya. Shu emasmi? Men bek yerib ketdim. Bu qildigan ishlarning jiqliqi. Ben charchab ketdim. Ben birdan uxlab olaymi? Ma'qul. Hey. Buldum. Nazır bir şey ya. Okul. Cine? Bir ne çağıyla boyam aldıraş beraber okumuş içeceğimdik deydi. Pes keptik hemen pes küçük çıkay ya. Hozir uxlalay degan to'ng'izga mushga tushamiz.
Pes kapukda emas buni, tüplü chiqin ha. Ma'qul amsa, tezroq chiqing ha. Bunda siz birdan aramag'ich turib turing ha. Hozir tüplüm chiqay. Can, kuzum ichiga qana qilaman. Men pes kuchib bir narsa chiqay. Shunaqa. Siz bo'lgan. Mushuk to'y kuni bo'lgan meni. Sevinibsizda. Meni ham ko'rgim keldi bu. Başını parçalı azı çokum kirketmişsen bulmaydı ha. Oldu ma'qul, xo'sh. Çamadanları koyuyorsunuz mu? Yaymadan. Kokta. Yaymadan az çamadanları koyuyorsunuz. Hadi gel. Hadi gel. Düşendirey kulağına. Ben düşendirey. O'ziga meni xizmatdashim. To'g'ri, meni uni qiziqib qolganim rost. Ikkimizni gap bir yerdan chiqdi. Bir-birimizni ko'nglini tushunamiz. Lekin men axir yana sizni tanladim-ku. Saqlab turing. Ammo men o'zimni baxtli talaylik his qilsam bo'ldi ekanda. Voy, nima qilayotganinglarni men o'z ko'zim bilan ko'rdim. U degan bir uqishmaslik. Men dedim-ku, men buni hargiz unda qilmayman. Endi bo'ldi qilsak bo'lmamdi. Bu yo'lsizlik qilyapman. Men yo'lsizlik qilatamdim. Men yo'lsizlik qilatamdim. Hey, men yo'lsizlik qilatamdim. Meni qanaqa odamga o'shikimni bilamsiz? Aldamchi odamga siz. Bo'ldi. Qachongacha so'qishib o'taveramiz. Ha? Bo'ldi qilsangiz bo'lmamdi. Men dedim-ku, bundan uningda aloqalashmayman deb. Hey, men so'qishyapamdim. Men jidal qilatamdim. Bu aslida siz xatolik qilasiz. To'g'ri. O'g'aval degancha o'yan amroq keldi. Bu degan normal ish. Uning ustiga siz meni o'zingiz pek yaxshi ko'rib qilyap. Anandiki sizlar to'y qil deb o'ylab qoldingizmi? Sizga deysam bog'u, opam sizni men adablik, uy ishi puxta, uy tutalaydi degashga men sizdan to'y qilgan. Quloqimay to'y g'azg'in turdi odamni. Men sizga bu yerda tuanchilikdan tushuntiryapamdim-a? Bo'ldi. Agar bu ishni qabul qilamsiz bog'u, ajrashib ketsak bo'ldi. Men sizga deb qo'yay. Siz bog'u, menga mos kelmaysiz. O'zingiz bir qarab yiqing-a. Chiroyingiz chiroy bormi? Xizmatingiz bormi? Bo'pti, o'qish tarixingizmi yo'q? Siz bir yerda menga uni buni da'vatamsizmi? Sizchi? Menga mos kelmaysiz. Siz mush chiroyingiz bilan mendek yaxshini nerdan topa olaysiz? Ha? Bo'ldi. Ajrashib ketsak bo'ladi. Uqdingizmi? Ajrashib ketaylik. Bak muhabbet misali bir tağ Sadakatin yakını çırak Hayatımda çalışmış burak Yüreğimde yalnız yaşaysın Bak muhabbet misali bir tağ Sadakatin yakını çırak Hayatımda çalışmış burak Yüreğimde yalnız yaşaysın
ajaib. Acaba tanış göründü o. Kim bu peki? Sağatçım? Dostunun dostu? Vallahi. Belki biraz görüştüm kalkanımı. Ha? Maqul. Vallah. Bugün köp japa çektinlar. Toymu bek yaxşı oldu. Şoňa kızımızdan toyunu mübarekligi. Aninken her bir anın hadırını çıkargaç birden bir tamak yaylı dedik ko. Kandak jürat. Tamak elinler. Alayla. Tangmen tayyor oldi. Ma bo'ldi-ki, kami oshxona bilan o'xshashga. Qo'sqin satsa, cho'kam deng. Sen tünögün emas, bugün net saatning aldı toy qilgan tursang, nimishqa ajrashman deysa? Abla, bu Urushib qoldinglarmi? Sen ochchig'ingda ajrashman deb atamsa? Hey, avalma balının gipini bir anlaylı. Mening hozir ishim siqilib, nima qilarimni bilmayapman. Abla mening bu to'yga ishonchim qolmadi. Endi uni bilan uy tutolmayman. Nima? Sen to'y qilishni o'yinchoqchaq deb bilib qoldingmi? Uy tutolmasligingni, ishonchingning qolmasligini nim deb to'ydan burun o'ylashmiding? Uning nari yarmidi sana? Ha? Xizmat yarmidimi? Oilasi, taqib turqi, o'qish tarixi qayer yarmidi sana? Qarang bu balamizni. Buni xili oq ko'ngil, aqlliq deb bilsak yurishni dedingizmi? Hey, astaroq gap qilinglar. Butun qo'lim qo'shlarni ongsiz da'vatamsizlar ya. Men qandoq asti gap qilaman? Ma aytibali qizingiz bizning yuz obro'yimizni to'kab bo'ldi. Balam, turmush deganda ancha-muncha majra bo'ladi. Urushibmi qoladi, aplishibmi qoladi adam. Sizlar ochchig'inglarda ajrashimiz degan bo'lsanglar, sen hozir Asqarga telefon qil. Yo'q. Nima deganingiz qizim bu? Men uni yamanlab qopib kelmadim. Ochchig'im dinib kelmadim. Endi uni orasida tutmayman. To'yning tamig'i singmay turiblam, ajrashman desam. Biz ma elkinning oldida, xulim qo'shnilarning oldida, do'st dushmanning oldida, urug' tuqqanlarning oldida qanday yuzimizga turib yuramiz? Ular qanday tushundiramiz mana ishni? Dada. Opa. Men nima yana tushundirdigan, nima gaping bor seniki? Hozir Asqar Aqchan sening telefoningni saqlab atdi. Men telefon elib 3-4 qiz yaxshi gap qilay. Anandan keyin sen kechirim so'rg'in. Ya, unda qilmayman. Nima? Unda qilmayman. Sen nimani qila olaysan? Sen zot nima qilmoqchi? Kim tursan? Apa o'zing bir so'la, apa boshda. O'zing bir so'la. Cho'qimmi shunday rahimsizlik qilamsan? Ha? Sen bizning oilamizning yuzini to'kab bo'lding sen.
Mening talabim shundoq yuqurmikan? Men haqqasimni normal, xotirjam, baxtli turmush kechirsin deb umid qilardim. Mening ümidim ishib ketdimi? Acaba mening ümidim ortiqmikan? Sen bir-biringizdan hammang ajrashib, meni azoblab, elkinning oldida beshimizni ko'taksiz qilishyapti. Ajrish sharaflikmikan? Sen ulan doğru adamsan. Gel qila. Sen bir so'rab bak. To'yni boshdan oxirigacha qudamning rangiga qarab o'tdim. Ana olmak mushundoq tasma. Men sizlarga nimaga qarzdor? Danglacho. Men nimani xato qildim? Mening gunohim zodi nima? Nimishqa meni bundoq azoblaysizlar? Allah'ımma başındak desma. Nadira, sen nima to'y kuning ajrashman deb turib olsa? Acha. Nima yerib ketdi? Sizlarga barangshaydi. Men sen gap qilyapman Nadira. Sen nima kichik bolda qiliq qilsa? Sen hech kimni o'ylamasanmi, opam bilan dadamni o'ylab qo'yishing kerak-ku. Sen qaysi ishning muhim, qaysi ishning muhim emasligini bilmamsan sen? Sen dötma Nadira. Ha, men döt. Men sendek aqlli emas. Ben bu to'yda burun ishkilinib qolgan. Onunla mening aramda hech qanday muhabbet yo'q. Lekin to'ydan burun opam ular yeni bilishdan burun tezroq to'y qilib meni oldiratdi. Sen indep şu vaqt demaysan, indep o'zingning gapini ching turmaysan shu vaqtda. O'zing to'y qilish qo'shalding-ku. Endi o'g'an bu masaladan qolsan qanday bo'ladi? Ma'qul. Ma'qul sening rost. Hamma sening rost. Men mas'ul o'zimga pek o'shib ketdim. Biz aytib barangshaylik. Men sen gap qilyapman hadi. Acha, biz cho'qqon bunun kalısından pararken vaqtida yana bunun kirishib olamdik acha. Bo'ldi qildim, menga chiqib. Mening gapim taq tugimidi Mayra. Jinim acha chiqib ketdi. Qarab baqmamsan, aning achchiq. Acha. Birdan yo'q bo'lsin, jinim acha. Pas. Ura. Vay Mayra. Vay acha. Opam cho'qinlara. Abayqida yaxshiroq. Texchi uxlamdimi? Tomoq yeymaydi. Pas bere. Tipe. Ay! Kirmedi qo'y yana. Bunda qiz qanday bo'ldi? Nadira-chu. O'tay hujrasidan chiqmadi.
Tipe. Bugün boshqacha bo'lib qopti. Shuni degina. Ocha, buni qolgan gapni erta deyishli. Ma'qul. Pas. Savos at aloqalashaylik. Pas be. Birin tepe. Ey, yani kirmedi bu. Biray shu telefon qilib ma'qul xo'sh. Tepe. Ey. Telefon so'rash vaqtini ko'rmadingizmi? Bugun bizning o'y tushuntirib cho'ng ish chiqdi. Sizning televizor ko'rash kiroyangiz beryaptimda. Voy, amsman qanday qilib qansin bu o'xshash yotqanning ishik kirib yig'lab beraymi? Ay bo'ldi qilmayran, bugun sizlar urushim yo'q. Ko'rib olaychi. Siz yana televizor ko'rmoqchimi? Voy, bo'ldi, ko'mabdimi? Uyyo. Bo'lmasa men tezginakni elib kirib uxlamayman, o'chirib bo'lmasa. Voy, siz rastga o'chiryapsizmi? Ne bo'ldi? Hozircha uxlamay nima ish qilyapsiz? Kitob ko'ryapmi? Jo'g'on kitob ko'rmadi, men kirib yetaman. Voy, Ra'no, endi buni yetishimni siz boshqaramsiz? Biz ikkimiz ma uy tutmamdiq. Val alamdiq. Baliq bo'lmaysiz? Siz obuyam taqman bilan urushyapmamsiz. Birdamda o'zgara qapsiz-ku. Bu quruq gapni qo'yib yetingmi? Voy, mening ochig'im yanmadi taqa. Kayfiyatim o'ngshillar yamsa. Ochig'ingiz yanmadi shundami? Balog'ingiz yo'q shundami sizniki? Gap qilyapman sizga. Gap qilyapman, ishni ichigan inda qilsiz. Voy adash, yaxshimi? Yaxshi o'zingchi? Yaxshi. Bu shaharning Junshi rayonida bir oshxona ochdik adash. Topdingmi? Ha, amsman aytib bera. Hamma avat adash, ha? Ma'qul, rahmat adash. Bu mo yiqilamayotgan o. Nagmangda? Ishga borma. Qasishqa?